Siz bunday narsani ko'rmagansiz. Inson emas, sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan giperkar. Bu Singer 21C, go'yoki 2050-yildan kelgan mashina. Aslida eng hayratlanarlisi uning tashqi ko'rinishi emas, eng ajoyibi u qanday yaratilgani. Kompaniya Singer butun avtoindustriyada inqilob qildi. Ular mashina detallarini murabbiy emas, dizayner emas, sun'iy intellektga ishlatdi. Injenerlar AIga shunday vazifa berdi: eng yengil, eng mustahkam va eng tezlikka chidamli detallarni chiz. Shundan keyin sun'iy intellekt milliardlab variantlar hisobladi. Odam butun umrida o'ylab topa olmaydigan yechimlarni topdi. Natijada detallar hayratlanarli bo'ldi, go'yoki ular o'sayotgandek tabiiy shakllar, uyuq chiqiq tuzilmalar, ideal yonpasigacha. Bu detallar aviatsiya metallaridan 3D printerda chiqarildi va qo'lda yig'ildi. Natijasi haqiqiy qo'rqinchli kuch. 0 dan 100 km/soatgacha taxminan 1.9 sekund. 1250 plus ot kuchiga ega. Ichki joylashuvi esa isrebitel kabi bir-birining ortida. Singer 21C oddiy avtomobil emas, bu yangi davr simboli. Mashina faqat odamlar emas, balki o'zgacha fikrlay oladigan AI ham yaratgan davr. Avtomobil haqida ko'proq kontent ol. Shuni obuna bo'ling.